Asadbek Boymamatov ham ana shu hayajonlarni tatib ko'rganlar. Qarshi davlat universitetining ingliz tili filologiyasi yo'nalishida birinchi raqamli grantlarda g'olib bo'lib, talaba bo'ldingiz degan SMS xabar sizga borgan. Va undan so'ng mana hozir talabalik bilan birgalikda o'quvchi yoshlarni tayyorlab, qo'shimcha pul topib, o'zlari va oilalarini ham ta'minlab, qarangki, hamma shogirdlari prezident maktabi va qolaversa ixtisoslashtirilgan maktablarga o'quvchi va mana shunday grantlar bilan kirish imkoniyatini qo'lga kiritgan yoshlar qatorida bo'lish, bu yoshlikning eng go'zal baxti desak Asadbekka ofarin deymiz. Shuncha ilm olish besamar ketmabdi-da Asadbek, to'g'rimi? O'zim Qarshi davlat universitetida o'qiyman, talaba bo'lib, va shu bilan birga 3 yildan beri o'quvchilarni, demak, prezidentimizning qarori chiqqanda 2019-yilda prezident maktablari ochish, iqtidorli bolalarni saralab olish va u maktabga 24 ta o'quvchi qabul qilinardi har doim. Va bu 24 ta o'quvchidan keyingi o'quvchilar ham bilimli edi albatta, va ularni biza juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rib, boshqa maktablarga ham kiritishga harakat qildik. Shu sababiki bu bolalar juda ham iqtidorli. Bundan tashqari hozirgi paytda Al-Xorazmiy, Mirzo Ulug'bek, xorijiy tillar maktablari ochilgan va bu o'quvchilarimiz bu maktablarga juda ham yaxshi ballar bilan kirishgan. Misol uchun Sadiqova Aminaxon o'quvchimiz, demak, respublika bo'yicha bittagina bo'lgan xorijiy maktab bor, xorijiy tillar maktabi shu yil ochildi. U yerga 5-sinflar uchun 12 mingdan ko'p o'quvchi topshirgan respublika bo'yicha va undan 48 ta o'quvchi ichiga kira olgan o'quvchimiz va nasib sentyabrdan Toshkentda o'qiydilar. Bunga juda ham ko'p harakat qildilar, mashaqqatli mehnatlar orasidan orqali shu natijaga erishdilar. Demak, bundan tashqari o'quvchimiz bor yana bir Asrorov Zikrovbek. U kishi ham 2 ta maktabga bir vaqtning o'zida qarang, 2 ta maktabga o'qishga kirdi. Demak, hozir qaysi maktabni tanlasam ekan deb josa ham hayajonda, chunki Al-Xorazmiyga ham o'qishga kirdilar. Undan tashqari Mirzo Ulug'bek nomidagi muhandislik maktabi mana shu yildan Qarshi shahrida ochildi va o'sha maktabga ham kirdilar. Bu kishi demak juda ham muvaffaqiyatli insonlardan biri deb hisoblasak bo'ladi. Undan tashqari bu ikkala o'quvchimiz ham Jo'rayev Olmos tuman ixtisoslashgan maktablari va undan tashqari Al-Xorazmiy maktabiga ham o'qishga qabul qilindi. Naqshbekov Nurfayz, u kishi ham Abdulla Oripov maktabi, ijod maktabi, mana bu o'zimizning maktabga va undan tashqari hudud ixtisoslashgan maktab internatiga ham o'qishga qabul qilindi. Bu o'quvchilar juda ham ko'p mehnat qilishdi, harakat qilishdi. Bular ham 4-sinfda prezident maktabga topshirishgan vaqti ozroq bali yetmay qolgandi, omad yetmay qolgandi, lekin bularda bilim bor edi va juda ham ko'p harakat qilishgandi. Prezidentimizning qarorlariga binoan mana bu maktablar tashkillashtirilgandan so'ng mana bu o'quvchilar o'zini bilimlarini ko'rsata oldi-da va hozirgi paytda natija ko'rsatishyapti. Bulardan umid qilib qolamizki, katta natijalar ko'rsatdi. Juda ham yaxshi. Haqiqatan ham endi 24 tagina qamrov doirasida masalan prezident maktabiga o'quvchilar qabul qilinsa, undan so'ng 25-chi bo'lib yiqilib qolish alam qiladi, to'g'rimi Farxon? Ayanchli. Bir bal yetmasdan oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kira olmagan abituriyentlarning afsuslarini ko'p ko'rganmiz-da. Shuning uchun bu yoshlarimizga imkoniyat berilyapti. Ixtisoslashtirilgan maktablar ham joriy qilingani bizni juda ham quvontiradi. Chunki unda o'sha 24-dan keyingi o'rinlar ballar toifasida chegaralanadi va ular ham alohida ixtisoslashtirilgan maktablarga qabul qilinyapti va albatta ularda bilim berish darajasi albatta prezident maktabi kabi samarali va chiroyli usulda olib boriladi va ularni bitirgan yoshlarni ham masalan Qarshi shahridagi 1-son ixtisoslashtirilgan maktabiga, qolaversa yonimizda mana televideniya binosini yonida joylashgan Abdulla Oripov ijod maktabida ham shu yil taqdirlash va diplom topshirish marosimlarida bo'ldim. Barcha yoshlarimiz til sertifikatlari, milliy va xorijiy til sertifikatlarini qo'lga kiritgan, muddatidan oldin barchalari talabalikka qabul qilingan. Shu yutuqlarni ko'rib juda ham quvondimki, demak, barcha maktablarimizda mana shunday samarali o'qitish usullaridan foydalanilyapti. Endi o'zingiz ham talaba, ham ishbilarmon talabasiz, to'g'rimi? Ham endi to'g'risini aytsangiz, masalan, repetitorlik qilyapsiz, to'g'rimi? Bir oyda qaysidir talaba borib dadasini onasidan olib kontrakt pullarini to'lash bilan band bo'ladi. Qaysidir talaba umuman kontraktda o'qib, super kontraktga ham ota-onasidan pul mablag'larini olib o'qishga kirishga majbur bo'ladi. Siz grantga kirib, bilimingizni oliy darajada uddalab, yana bugun oilaviy yordam qilyapsiz. Bir oyda pul topa olyapsiz. Sir bo'lmasa, qancha pul topyapsiz? O'rtacha hisobda 10 million va undan ortiq.
Mana o'ta faoliyat talab hozirdan ham talab ishlaydilar. Mana o'sha ko'p kitob o'qiganligingiz bilinib turibdi-da. Yana shu o'rinda bitta savolim bor-da. Hisoblab chiqqanmisiz mana hozir maoshingizni otabigaga so'radilar. Men nechta kitob o'qigansiz shu paytgacha demoqchiman. Kitob ayni meni soham o'qitish bo'lganligi sababli juda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli men ko'pincha mutolaa qilib turaman. Ayni vaqtda 20 dan ko'p kitoblarni tugatib chiqdim. Va bu kitoblar asosan badiiy asarlar hisoblanadi, chunki gapirish sohasi bo'lganligi sababli tildagi demak nutqimizni to'g'irlash uchun kitob o'qishimiz albatta muhim. So'z boyligingizni yanada oshirishingiz uchun. Shunday. Rahmat. endi albatta har bir muvaffaqiyat ortida mehnat yotadi. Men omadli inson deganda Nilfarxon bilmadim, balki omad deganlari dunyoda bor gap deb she'r yozganda Abdulla Aripov. To'g'ri, omad ortida lekin menimcha mehnat va mashaqqat. Omad harakat qilganlarga kulib boqadi deya men to'g'ri ko'p qaror eshitganman. deyman. Hozir shogirdlari bilan ham gaplashaylik, chunki vaqtimiz juda ham tez o'tyapti. Sizni yoningizdagi yigitimizdan Mana shu boshlaylik. yigitdan boshlasa mikrofonlari bor. Gapiring, marhamat. Qayerga qabul qilindingiz? Necha soatlab dars qildingiz? Kayfiyatlar qanday? Shular xususida gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Va Men Abdulla Aripov ijod maktabiga qabul qilindim. Bu maktabga kirish to'g'risi hayolimga ham kelgani yo'q edi. Chunki biz o'zi asosiy maqsadimiz Al-Xorazmiy va muhandislik maktablari edi. Ammo shu birinchi bosqich bilan ikkinchi bosqichdagi imtihonlardan yaxshi o'tgandan keyin o'ylab qoldim, bu maktab ham yomon maktab emas. Undan keyin tayyorgarlikni boshladik. Ikkinchi oy tayyorlangandan keyin yaxshi mehnatni qilgandan keyin kirdim. Nasib mana chog'i. juda ham yaxshi. Tabriklaymiz. Abdulla Aripov ijod maktabi ham oddiy maktab emas, u juda ham ixtisoslashtirilgan va ilmiy salohiyati katta maktab. Shu yerda men yoshlarimizni ko'rdim, matematika fanidan olimpiadalarda g'olib bo'lgan. Aslida hamma shoirlar Abdulla Aripov ijod maktabiga topshirsa kerak deydi. Bu xato fikr. Ijodiy yondashuv bilan ilmiy va boshqa aniq fanlardan ham bemalol darajada yutuqqa erishishingiz mumkin. Fikrlaringiz va tanlovingiz xato emas. Biz muvaffaqiyat tilab qolamiz. Kelajakdagi rejalaringiz, qaysi kasbni tanlamoqchisiz? Aniq tanlov bormi? Aniq tanlovim bor. Kiber xavfsizlik, ya'ni IT bo'yicha yo'nalishim. Mana jurnalistika fakultetida biz o'qiganmiz, hozir siz o'qigan yo'nalish o'zgardi, universitet nomi, to'g'rimi? Aynan biz radio yo'nalishida tahsil olganmiz. Demakki, bu yigitimiz bilasizmi? Maktabda tahsil olyaptilar-da. Yuqorida aytganingizdek, faqat ijodkor bo'lish shart emas-da. Ko'pgina fanlar chuqurlashtirib o'rgatilar ekan. O'zimiz ham ko'p bora bolajonlar bilan suhbat qurganmiz. Bu yigitdan ham hali ko'pgina natijalarni kutamiz. Aynan ta'lim olayotgandan keyingi natijalarni ham hali o'rtoqlashamiz. Hali yana chaqirish rejamizda bor. Axborot texnologiya sohasida ham va jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida ham siz tanlagan yo'nalish ochilgan hozir. Aynan kiber xavfsizligi uchun va mana shunday internet sahifalarida yoshlarimizni turli xil saytlardan himoyalash va mana shunday loyihalar ishlab chiqish uchun siz keraksiz bizga. Sizni yo'nalishingiz bor, yanglishmagansiz. Mana bu ikkita yo'nalishni qaysi birini tanlolmaydigan Bittasini tanlash. bilimli yigitimiz bilan gaplashamiz. Demak, ikkilanib turgan yigit bilan gaplashamiz. Gapiravering. Assalomu alaykum hammaga. Men Asror Zikrobekman. Qashqadaryo viloyatini Al-Xorazm maktabiga kirdim. Undan tashqari Mirzo Ulug'bek nomidagi muhandis bo'lgan haqida meni zo'yim albatta Al-Xorazm maktabi edi. To'g'ri, muhandislik maktabi ham yomon emas, ammo men uchun Al-Xorazm maktabi qulayroq. Demak, tanladingiz, tanlab bo'ldingiz. Omadingiz bu yog'iga o'qishlarni davom ettirasiz, to'g'rimi? Tayyorgarliklar qanaqa bo'ldi? Necha yildan buyon tayyorgarlik ko'rasiz? Men Al-Xorazmga kirish uchun 2 yildan beri tayyorgarlik ko'raman. 2 yildan buyon. Asadbek ham yordam beryaptilar sizga ancha. Omad 2 yillik mehnat samarasi o'laroq yetib kelgan azizlar. Demak, siz ham tavakkalga topshirsam bir gap bo'lar degan fikrlarni bemalol chiqarib tashlashingiz mumkin. 2 yillik mehnat va tinimsiz ilm ortidan erishilayotgan natija. Sizga ham mana shunday chiroyli natijalar yana bardavom bo'lsin deymiz. Qizimizga yuzlanamiz. Mana sentyabr oyida Qizimni o'qishlarni boshlar ekanlar. Qizlarimiz ham ko'pmi shogirdlaringiz orasida? Rosa ko'p edi. Ayni vaqtda ular ta'tilda bo'lganligi sababli juda ham ko'p harakat qilishdi, chunki bular 2-sinfdan beri, 5-sinfdan beri juda ko'p yillardan beri tayyorgarlik ko'rib kelyapti. Dam olishda ular natijani eshitgandan keyin rosa xursand bo'lib ketib, dam olishga chiqib ketishdi. Hozir kamgina shogirdlarimiz bilan keldik bugun. Tushunarli. Marhamat. Barchaga assalomu. Ism va familiyam Sajikova Aynixon.
o'zi man bitta maktabga kirgan bo'lsam ham juda ham xursandman, chunki bu maktab xorij tillar ixtisoslashtirilgan maktab. Bu O'zbekiston bo'yicha yagona maktab bu va u Toshkent shahrida joylashadi. O'zi o'sha yerga ko'p odam ko'p o'quvchi ham topshirgan, 12 mingdan oshadi va men o'sha 48 ta odamning ichida 23-o'rinni oldim. Bu o'zim ham Al-Xorazmiy yoki prezident maktabga kirishni xohlovdim, chunki asosiy maqsadim o'sha edi, ammo hozircha prezident maktabi javoblarni kutamiz. Al-Xorazmiyga bir necha ball yetmadi. Ammo hozir xorij tillar bir qarasam juda ham yaxshi maktab ekan va balkidir prezident maktabga kirsam ham xorij tillar maktabini tanlashim mumkin. Rahmat deymiz. Endi Fikrlaringizni translate inglizchaga ham ayta olasizmi? Yes, of course. Gapirib beringchi. Ha? My future was learning in presidential school or Al-Kharazmi school because I learned their science. I was 8 or 7. I was there because I was learning because I'm going to be president. I think that I will be president, but now I'm going to be IT or president. I don't know. rahmat. And balkida xorij tillar maktabiga kirib xorij tillar Yo'nalishda muvaffaqiyatga erisharsiz. Bizning yosh ko'rdingizmi? Hamma imkoniyatlar yoshlarimizda bor, ular to'g'ri foydalanishyapti. Mana bu kichkinagina bolamizni qaranglar. Sochlari modellarnikidek. Lekin bilimi ham zo'r. Ba'zida faqat soch qo'yadigan bolalarimiz bor-da, bilimi past bo'ladi. Shuning uchun bu bolamizda hammasi bor. Rahmat, tezlik bilan gaplashamiz, chunki ba'zi SMS'lar bor, otabek aka shu bolani gapirtirib tezlik bilan o'qishga harakatda bo'lamiz. Marhamat. Valla, mening ismim Zo'rayev Olmos va men hozirda 6-sinfga o'tdim va men Al-Xorazmiy maktabiga qabul qilindim. Men bu uchun 2-sinfimdan beri matematikada o'qiyman va 3-sinfimdan ingliz tilini boshlaganman. 4-sinfimni tugatganimda prezident maktabiga omadim yetmay qoldi va yana tayyorlanishni boshladim va imtihon javoblari chiqdi va men qabul qilindim. Judayam yaxshi. Endi nima? Endi faqat sochlarni tarab, kostyum bilan gansuklarini taqib, sentyabrda o'qishga boramiz. Tabriklaymiz ota-onalarini va mana shunday iqtidorli bolajonlarimizni, ustozlarni bugungi muvaffaqiyat bilan va biz sizlardan bundan-da katta natijalarni kutib qolamiz.